Türkiye'nin Germaniyaning Esin şəhərindəki baş konsulxanasının muavin müşaviri Doktor Mahmud Firkat Arakoç vazifa muddati to'sh oldida vidolash ziyoratlari doirasida Duisburg şəhərindəki Sharq Turkiston madaniyat va uchur markazini ziyorat qildi. Müşavir Arakoç Germaniyadagi Türk yazg'uvchilardan Ali Şahin va Ali Yag'izdan tarkib topgan vakillar o'mikining ziyoratidan ta'sirlanganligini bayon qilgan Sharq Turkiston madaniyat va uchur markazining sobiq raisi Abdujalil Qarqash apandi Sharq Turkistonning umumiy ahvoli shundaqla jamiyatning faoliyatlari to'g'risida ma'lumot berdi. Sharq Turkistondagi yig'ilish lagerlari haqida to'xtalgan Abdujalil Qarqash apandi Mao davridan keyin Xitoyning bostirishlarının 2016-yildan boshlab texmo kuchayganligini, bugungi qadar rasmiy sonliq ma'lumotlarga qaraganda 3 million, g'ayri rasmiy ma'lumotlarga asoslanganda 8 million Uyg'urlarning lagerlarga qamalganligini va ularning nachar muomalalarga uchirganligini aytdi. O dünya davlatlarining, bo'libmi musulmon davlatlarining buningga sukut qilishidan qattiq afsuslanganligini ta'kidladi. Amerika parlamenti Xitoy ishlari ijroiya komitetining o'rtaq raisi, Avam palata a'zosi Jim McGovern va Avam palatasi tashqi ishlar komitetining o'rtaq raisi Michael McCall 13-iyul birlikda Tibet-Xitoy to'qinishini hal qilishni ilgari surish taklif loyihasini sungan. Taklif loyihasida Tibet xalqining xalqaro qonunga asosan avtonomiya huquqi borligi, ammo Xitoy rejimining bostirish siyosati sababli Tibet xalqining o'z huquqlaridan bekrman bo'lolmayotganligi, Tibet bilan Xitoy o'rtasidagi to'qinish hal qilinmagan taqdirda Tibetning qonuniy o'rnining yanada xalqaro qonun asosida bekitilishi kerakligini ta'kidlagan. Xitoyning g'arbiy janubidagi Sichuan o'lkasida yoqqan qattiq yomg'ir sababidan kelib chiqqan kalkun ofatida kam deganda 6 odam o'lib, 12 odam g'oyib bo'lgan. Gansu o'lkasining Longnan shahrida yoqqan qattiq yomg'ir sababidan 6 odam hayotidan ayrilgan. Yana bir tarafdan Hindistonda 47 kundan buyon qattiq yomg'ir sababidan 102 odam hayotidan ayrilgan. Pakistonda bo'z qattiq yomg'ir keltirib chiqargan kalkun ofatida qazo qilganlarning soni 147 ga yetgan. Saudiya Arabiston tashqi ishlar ministri Faysal bin Farhan Paris qo'ltig'i hamkorlik kengashi davlatlari Misr, Iordaniya va Iroq shundaqla Amerika prezidenti Joe Bidenning qatnashishi bilan Saudiya Arabistonda o'tkazilgan jiddiy bexatarlik va taraqqiyot boshliqlar yig'inidan keyin muxbirlarning kutilish yig'ini o'tkazdi. Bin Farhan Arablarning Shimoliy Atlantik aktiv tashkiloti deydigan ishining yo'qligini, Isroiliya bilan Eronga qarshi mudofaa ittifoqi qurish masalasining jiddiy yig'inida kun tartibda emasligini aytdi. Yaponiya yer shari energiya bahosining o'rilishining qish kunlarida tok yetishmasligini keltirib chiqarishi ehtimoliga qarata yadro energiyasini ishlatishni ko'paytirishni planladi. Bosh ministr Kishida Fumio 14-iyul o'zlarining aktiv reaktorlarining sonini 9 ga yetkazishni va tok ehtiyojining 10%ni yadro energiyasi bilan ta'minlashni maqsad qilganligini e'lon qildi. O'zbekiston Energiya Ministrligi va Dunyo bankisining O'zbekistondagi ishxonasining bayonotiga qaraganda, O'zbekiston va Dunyo bankisi ishonchlik energiya bilan ta'minlashga kafolatlik qilish uchun 420 million dollar bir turni yo'lga qo'ygan. Ma'lum bo'lishicha, O'zbekistonning 250 ming kilometrdan ortiq tok yetkazish va tarqitish liniyasi bor bo'lib, ularning ko'pinchisi Sovet ittifoqi davrida yasalgan bo'lg'achqa qayta yangilashga ehtiyojli ekan.